Salom hammaga. Biz yana efirda Turon Metal jamoasini navbatdagi ish kuni. Mana hozir 25 kilovatlik aqlli kotyolimiz tayyor bo'lgan. Bu Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga Jahongir akamizning zakazlari bo'yicha tayyor qilindi. Kotyolimiz 25 kilovatlik kotyol. Garelkamiz Polshada ishlab chiqarilgan retortni pavorotni garelkani, dumaloq garelkani xuddi shunday o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Bitlari chugun. Motor reduktorlari ham, mana reduktorlari ham двойной. O'ta baquvvat. Bu garelkamiz 50 kilovatlik garelka. Bizda hozir 25 kilovatlik garelka yo'qligi uchun 50 kilovatlik garelkani mana shu 25 kilovatlik kotyolga o'rnatib beryapmiz. Hozir buni ishlashlarini ko'rsatib o'tamiz. Bunkir sig'imimiz 200 kilo oshiqroq ko'mir eltadi. Mana bu boshqaruv miyasi. Hozir buni ishlashini ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Ha, 30 gradusga qo'yib qo'yilgan issiqligimiz. Shu 30 gradusni ko'rsatguncha hozir 23 ko'rsatyapti. 30 gradus ko'rsatguncha ishlaydi bu ventilyator shineklarimiz. Mana hozir shinegimiz ishga tushdi. Shinegimiz nastroykasi 10 sekund dam olib 30 sekund ishlaydi qilib nastroyka qilib qo'yganmiz. Hozir mana 18, 19, 20 sekund ishlayapti. Endi to'xtadi, 10 sekund dam oladi. Ventilyatorimiz ishlab turibdi. Bu mana garelkani ko'rgansizlar ishlashini. Mana o'zi shinek ishlab aylanyapti mana. Chugunning chashkasi ham aylanib turadi. Shu aylanganda yonib bo'lgan kullarni uchirib chiqarib yuboradi. Keyin yonmay qolgan shilaglar yo toshlar bo'lsa, bularni chetga chiqarib yuboradi, atrofiga chiqarib mashitga tushiradi-da. Bu yerdan keyin kullarini o'sha axlatlarni olib tashlash mumkin. Masalan, bir kunda bir marta yoki 2 kunda bir marta shetini tozalab turiladi xolos. Qolgan joyi bunkirini bir to'ldirib qo'yilsa, masalan 200 kilo ko'mir bilan xudo xolasa shu joyga qarab, uyning kvadratiga, obyomiga qarab rasxodda masalan 200 kilo ko'mir 3 sutkadan 5-6 sutkagacha yonib beradi xudo xolasa. Bu endi albatta ko'mirni sifatiga, kaloriyasiga ham bog'liq. Keyin uyni qurilishiga, teplo izolyatsiyasiga bog'liq. Xo'p, mana buni xohlaganingizcha qo'shib qo'yishingiz mumkin. Masalan, mana 10 sekund ishlaydi, 10 sekund dam oladi. Yoki 30 sekund dam oladi. Yoki mana bu soat, bu minut. Mana sekundni 10dan biri, sekund. Minutni 10dan biri, minut. Soatni 10dan biri deyapti. Mana sekund, 30 sekund dam oladi, 10 sekund harakatda bo'ladi. Shunday nastroyka qildik. Buni bitta o'chirib yoqsak,
Keyin o'ziga saqlanib qilib oladi bu. Hozir mana ventilyatorimiz ishlab turaveradi. Ventilyatorimizni bu boshqaradi. Bu общий 30 gradusga chiqsa, keyin hammasini o'chiradi. Mana endi bu navbatdagi datchigimiz. Mana datchigimizda bu suvning ichida turadi, nimaning ichida? Mana qo'l bilan ushlab tursak, lekin ko'tarilyapti. 28, 29. Mana 30 ga chiqqanda hammasini o'chiradi. Bu mana bu yerda joyi bor, bu yerga qo'yib qo'yamiz buni. Mana hozir katyolimiz o'chdi. Umuman ventilyator ham o'chdi, shineg ham o'chdi. Mana bu tomon 30 gradusni ko'rsatyapti. Hozir shu 3 gradus pastlasa, 27 ga pastlasa, keyin qaytib ulaydi yana. Mana uladi. Ishlab ketdi. Endi 30 sekund dam olib turib, yana 10 sekund ishlab qo'yadi shinegimiz. Bunisi ventilyatorimizni aboroti. Shinegimiz ishlab ketdi. Katyolimiz polni uteplit qilingan. O'zidan umuman issiq sovuq chiqarmaydi. Mana ichida stiklovata bilan qoplanib, ustidan qalin temir bilan, tunuka bilan ashibka qilingan. Demaxotlarimiz ham mana bunday troynik qildik. Ilgari bitta bunday korpus qilib olib chiqib turib, tepadan olardik. Bunda kondensat oqsa, masalan, kondensat oqsa yoki kimdadir har xil yomg'irda suvi shunga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bundan oqqan suvlar katyolning ichiga o'tib turib, katyolni zanglashiga, chirishiga olib kelardi. Hozir shuni bartaraf qilish uchun mana pryamoy turba qo'yilsa, hozir suv oqsa ham pastga to'g'riga tushib ketadi, katyolning ichiga yurmaydi. Pastga tushib ketadi. Mana shu ko'rinishga qildik. Biz ko'rib turgan katyol yasovchi usta hamkasblarimiz bo'lsa, mana shuni maslahat beramiz. Mana shu ko'rinishda qilsa, ancha katyolning umri uzoq bo'ladi. Shunaqa gaplar. Buni mabetdan bemalol mana 99 gacha ko'tarish mumkin. Issiqligini. Ana shu 99 ga chiqqanda o'chadi. Chetdan boshqarsa bo'ladi mana. 29, mana 39, 30 boshqarsa bo'ladi. Mana bu knopka xohlagan paytda shinekni mana pryamoy ishlatadi bu. Mana knopka. Bu общий o'chirib yoqadigan. Kimga mana shunaqangi katyollar, aqlli katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.
xohlagan razmerda tayyorlab beraveramiz. Bu videoga like bosib, mana shunaqangi aqlli kotol istab yurgan tanish bilishlarga, qarindosh urug'larga jo'natib qo'yasizlar videoni. Bizni kuzatishda davom etsalaring, keyingi videolarimizda kotollarimizni ishlab turgan joyidan, yonib turgan joyidan video qilib sizlarga havola etamiz. Bu kotolimizni ertaga Xudo xolasa Namanganga dastavka qilib beramiz, Kosonsoyga. Xudo xolasa o'sha yerdan ham video qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.